Men Asqarova Jamila, O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti yetakchi ilmiy xodimiman. Rivoyat so'zi roviy so'zidan olingan bo'lib, hikoya qiluvchi, eshitgan narsasini aytib beruvchi degan ma'nolarni bildiradi. Ma'lumki, har qanday odam rivoyat aytishi mumkin. O'zi eshitgan biror bir voqea haqida, tarixiy shaxs haqida yoki biror bir joyning kelib chiqishi haqida har qanday odam rivoyat aytsa bo'ladi. Rivoyat o'zi aslida folklorning boshqa janrlaridan, xususan ertakka nisbatan oladigan bo'lsak, ancha ixchamligi, sujetining soddaligi, obrazlarining nisbatan kamligi bilan farqlanadi. Rivoyatda bosh yetakchi obraz hisoblanib, qolganlari yordamchi obrazlar hisoblanadi. Shu uchun ularda rivoyatlardagi obrazlar tizimi 2 yoki 3 tadan oshmaydi. Ma'lumki, rivoyatlar haqida folklorshunos olim Komiljon Imomov, Mamatqul Jo'rayevlar, To'ra Mirzayev, Shomirza Turdimov, Jabbor Eshonqulovlar juda ko'plab tadqiqotlar olib borishgan. Folklorshunos olim Komiljon Imovning rivoyat haqida to'xtalar ekan, xususan ularni toponimik va tarixiy afsonalarga bo'lib o'rganadi. Toponimik afsonalar shundayki, ya'ni biror bir joyning kelib chiqishi haqidagi rivoyat hisoblanadi. Rivoyatda qisman tarixiylik va qisman uydirma mavjud bo'ladi. Shu sababli ham rivoyatlar tarixiy voqealarni o'rganishda qisman manba vazifasini o'taydi. Tarixiy shaxslar haqidagi afsonalarga to'xtaladigan bo'lsak, bularda Amir Temur haqida yoki Iskandar Zulqarnayn haqida, Alisher Navoiy haqida, umuman tarixiy shaxslarning hayotlari haqida rivoyatlar to'qilgan. Haqiqat emas, ularda uydirma mavjud bo'ladi. Rivoyatlarning o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, ularda vaqt ko'rsatkichlari shunday aytiladi: bir kuni rivoyat qiladilarki deb boshlanadi va unda ko'pincha og'zaki gapirib berishga, ko'rgan emas, ko'proq eshitgan narsasini gapirib berishga va nasriy bayonga asoslangani bilan buni o'sha tarixiy reallikka yaqinligi bilan farqlanadi. Masalan, aytadigan bo'lsak, Navoiy va Alisher Navoiy haqidagi rivoyatda aytadigan bo'lsak, shu non isi deb nomlanadi. Shu Husoyn Boyqaro dunyodagi eng yoqimli hidni topib keling deyishganida, shu saroy vazirlari borishib Alisher Navoiydan siz bilasiz, dunyodagi eng yoqimli hid nimani hidi deyishganda, yangi yopilgan nonning hidini olib boring, u dunyodagi eng yoqimli is deb aytadi. Mana shu rivoyat hisoblanadi. Ya'ni bunda rivoyatda tarixiy shaxslar Husayn Boyqaro va Alisher Navoiyning tarixiy real shaxsligi ma'lum, lekin aynan mana shu voqeaning bo'lganligi yo bo'lmaganligi bu ma'lum emas. Ya'ni bu xalqning tasavvurida nonning azizligi, uning hidini shirinligi bilan, ya'ni to'qima tarzda kiritilgan. Ya'ni mana shu non isi haqidagi rivoyatni biz real haqiqatda bo'lgan deb hech kim ayta olmaydi. Lekin unda ishtirok etayotgan shaxslar bular tarixiy shaxslar hisoblanadi. Shu jihati bilan rivoyatlar afsonalarga nisbatan, ertaklarga nisbatan tarixiy haqiqatga yaqinroq keladi. Biz har bir kunimiz tarixga aylanar ekan, biz o'zimiz ham rivoyatga va bir kun kelib afsonaga aylanamiz. Bugungi kunda rivoyatlarni to'plash, ularni ilmiy o'rganish bo'yicha institutimizda bir qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti. Xususan, O'zbek xalq ijodi yodgorliklarining 100 jildigini nashrga tayyorlash ishlarida rivoyatga bag'ishlangan alohida jildlar mavjud. Mana shu tayyorlanayotgan jildlar, o'ylaymizki, rivoyat janrini kelgusida ilmiy tadqiq qilish uchun, uni kelajak avlodga sof holda yetkazish uchun xizmat qiladi.